Statistika raqamlariga ko'ra, Toshkent viloyatida so'nggi 2 yil ichida ishsizlik darajasi 8,8% dan 6,8% ga qisqardi. Minglab yangi ish o'rinlari yaratildi. Albatta, bunday natijalarga o'z-o'zidan erishilgani yo'q. Aholi bilan muloqot o'tkazildi. Muammolar o'rganildi. Fuqarolarning tadbirkorlik tashabbuslari qo'llab-quvvatlandi. Investitsiya loyihalarining muddatida amalga oshirilishi ta'minlandi. Bu yil tasdiqlangan dasturlar bo'yicha viloyatda barcha yo'nalishlarda 750 ming nafar aholini daromad keltiradigan mehnat bilan band qilish ko'zda tutilmoqda. Bu jarayonda har bir mahallaning ixtisoslashuvi, asosiy driverlari, mavjud zaxira va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ish olib boriladi. O'rta Chirchiq tumanining Qorasuv hududi drayveri mebelsozlik hisoblanadi. Ishga yaroqli aholining salmoqli qismi mazkur sohada mehnat qiladi. E'tirof etish joizki, mamlakatimizda qulay investitsiya muhitining yaratilgani, soliq, bojxona imtiyozlarining berilgani, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarining tatbiq qilinishi, xususiy mulkning ishonchli himoyasi biznesda rag'batlantiruvchi ahamiyat kasb etdi. 2021 yilda mebel sohasida furnitura desmi, mebelda ishlatiladigan oyna, lak bo'ya qutlovchi qismlar 0 stavkada kirib kelish ta'minlandi. Bu endi ish boshlagan tadbirkorlar uchun ham 5-6 yildan beri ishlab, mana shu sohada qancha natijaga erishgan tadbirkorlar uchun ham juda ham katta imtiyoz bo'ldi. Bank kreditlari kerak bo'ladi. Hamma olgan kreditlarimiz imtiyozlar bilan bizga jalb qilindi. Mahallalardagi hokim yordamchilari xususiy biznes vakillari bilan tizimli ishlamoqda. Fuqarolarning tadbirkorlik tashabbuslari qo'llab-quvvatlanyapti. Qorasuv mahallasi tutash bo'lgan 7 ta mahallalarda mebel ishlab chiqariladi. Bugungi kunda 120 tadan oshiq xonadonlarimiz mebel ishlab chiqarilib, 2000 dan ortiq aholi shu mebelchilik bilan band hisoblanadi. Turkiston mahallasida mebelchilik ixtisoslashtirilgan mikrosanoat zonasi tashkil etilyapti. Tumanimizda Saydovulbaxt mahallasida joylashgan 25 gektar yer maydonida mebelchilik ixtisoslashtirilgan kichik sanoat zonasi tashkil etilgan. Bugungi kunda 40 tadan oshiq xorijiy hamda mahalliy investorlar tomonidan 100 million dollardan oshiq investitsiya kiritilishi hisobiga 10 mingga yaqin ish o'rni yaratish belgilangan. Bugungi kunda ushbu 25 gektar maydonda kamsiz tarmoqlar tortilib, qurilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Prezidentimizning 3-sonli qaroriga asosan 100 million so'mgacha yaroqsiz kreditlar berilishi joriy etilgan. Tumanimizda bugungi kunning o'zigacha 30 tadan oshiq mebel ishlab chiqargan tadbirkorlik subyektlari shu 100 million so'mgacha bo'lgan maxsus sertifikatlarni olib, kreditlarni olish jarayonlarini boshlashgan. 2023-yilda mebelchilik ixtisoslashtirilgan tadbirkorlarimizga qariyb 10 milliarddan oshiq kreditlar berilgan bo'lsa, bu yilning o'zi 40 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar berilishi rejalashtirilgan. Birinchi oyning o'zi 5 milliard kreditlarimiz mebelchilikni rivojlantirish bo'yicha yo'naltirilgan. O'tgan yil avgust oyida davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan o'tkazgan ochiq muloqoti sohaga tatbiq qilingan qo'shimcha imtiyozlar mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarni yanada ruhlantirdi. 2023-yil hurmatli prezidentimiz tadbirkorlar bilan bevosita muloqoti bo'lib o'tdi 20-avgust kuni. O'shanda ham ko'pdan ko'p imtiyozlar berildi. Birinchi navbatda mana Savdo sanoat palatasi orqali reytinglar belgilab berildi. Mana reyting baland, bardavom ishlab kelayotgan, soliqlari va o'z vaqtida to'lab kelayotgan tadbirkorlarga imtiyozlar berildi. 50 dan 100 tagacha bo'lgan ish o'rni yaratganimiz uchun bank kreditlari imtiyozli ravishda berildi-da, bundan ham unumli foydalandik. Mana 3,5 milliard kredit olgan bo'lsak, bu 7 yilga berildi. Boshlang'ich 2 yili imtiyozli bo'ldi. Tadbirkorlik qilaman deb o'ylanib turgan odamlar uchun juda ham katta imtiyoz bo'ladi, juda ham madad bo'ladi. Tadbirkor asos solgan oilaviy korxona kengayib, bugun mebelsozlik klasteriga aylandi. 100 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Zamonaviy texnologiya o'rnatilgan korxonada mahalliy xomashyo to'liq qayta ishlandi. Tayyor mahsulot nafaqat ichki bozor, balki qo'shni davlatlarga ham eksport qilinyapti. Birinchi ish boshlagan paytimizda o'zimiz oilamiz bilan ish boshlaganmiz, 2-3 ta qo'shimcha ishchi o'rinlar olganmiz. O'shanda mahsulot turimiz bo'lsa bir 5 ta 6 tagina bo'lgan. Prezidentimiz tomonidan mebelsozlikka juda ham katta e'tibor berildi va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilganligi uchun biz ham mana shu chetdan olib kelinadigan mebel mahsulotlarini o'zimizda ishlab chiqarishni boshladik va korxonamiz yanada kengayib, mana hozir 120 ta odam ishlaydi. Mahsulotlarimiz 150 xildan oshgan bo'lib, bu yerda yotoqxona mebellari deymiz, ro'zg'orga kerak bo'ladigan barcha sandiq deymiz, stol, hammasi o'zimiz ishlab chiqariladi. Hududdagi mebel fabrikalarida mahalliylashtirish darajasining ko'tarilishi mahsulot sifatini oshirdi. Raqobatbardoshligini ta'minlashi barobarida narx-navosini pasaytirmoqda. Bir dona mebel ishlab chiqarishimiz uchun 300 dan ortiq har xil turdagi mahsulotlar kerak bo'ladi. Bu mahsulotlarning qariyb 100% import asosida chetdan olib kelardik. Hozirgi kunda qariyb
60%dan ziyodroq mahsulotlarimizni shu mahalliy tadbirkorlardan shartnoma asosida xarid qilamiz. Ular bizga yetkazib beradi. 50 dan ortiq tadbirkorlar bilan ishlab kelamiz. O'zimizning korxonamizda ham bir qator mahsulotlarni mahalliylashtirib kelmoqda bizni. Misol uchun, mebelga qoqiladigan gullarimiz bo'ladi. Ularni oldin Xitoydan olardik. Xitoydan olganimizda mebelda qolgan mahsulotlarimiz tayyor bo'lib turadi. Detallarimiz shu gullarni kutib qolgan holatlarimiz ham ko'p bo'lgan. Hozir ularni korxonamizda ishlab chiqaryapmiz. Birinchidan kutib qolmaymiz va ikkinchidan gul mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida ham 10 dan ortiq ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz. Mebel mahsulotlariga ketadigan narsalarni mahalliy bozordan, mahalliy tadbirkorlardan olganimiz uchun va o'zimiz ayrim detallarni ishlab chiqarganimiz uchun 20-30% ga narxlari ham tushgan. Hududlarda mahalliy yettiligining o'rganishlari jarayonida ijtimoiy daftarlar shakllantirilmoqda. Ehtiyojmand oilalardagi ishsiz fuqarolarning asosiy qismini mana shu kabi sanoat korxonalarida bandligi ta'minlanmoqda. Bektemir tumanida tikuv sexida ishlardim. Yog' uzoqlik qilgani uchun 2-3 yil uyda o'tirdim, ish topa olmadim. Keyin bu yoqda korxona ochilganini eshitdim. Keyin mahallamizdagilar tavsiya qilishdi. Keyin shu yerga keldim. Mana 3 yildan buyon shu yerda ishlayman. Yog'och tozalayman. Oyligimiz o'z vaqtida, hamma sharoitimiz bor. Belgilangan me'yorda ishlaymiz. Hamma ayollar bir-biriga qarab ish o'rganishadi. Kasb-hunar maktablaridan ham o'quvchilar kelishdi. Ularga ham ish o'rgatyapmiz. Ular ham shu maktab bitirgandan keyin shu yerda ishlash istagini bildirishdi. Viloyatda tajriba sifatida migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi ko'p funksiyali markaz tashkil etildi. Markazning elektron platformasi yaratilib, viloyatdan chet elga ishga ketgan 168 ming migrantlar bilan onlayn aloqa o'rnatildi. Shu tariqa xorijdagi fuqarolarga amaliy ko'mak ko'rsatilmoqda. Ular yaratilayotgan bo'sh ish o'rinlariga taklif etilyapti. Mebel ishlab chiqarish korxonalarida ham mehnat migratsiyasidan qaytgan ko'plab yoshlar ishga olingan. Ular uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Bir orada 3-4 yil ishsiz yurdik, chet elga ishlashga bordim. 5-6 yil ishladim. Qiyinchiliklar bo'ldi o'ziga yarasha. Patent degandek hujjatlarga ayniqsa, daromadning yarmi hujjatlarga ketdi. Oiladan uzoq. Shu yerda o'zimizda ish topib, o'zimizda ishlashni rosa orzu havas qilib yurardik. Chet eldan qaytgandan keyin o'sha O'rta Chirchiqda korxona ochildi deb eshitib, O'rta Chirchiqqa kelib joylashdik. Mana Xudoga shukr, yaxshi ishlari hammasi joyida. Hozir hisob-kitob qilib ko'rsam, chet elda topayotgan daromaddan bu yerda yaxshi daromad chiqyapti. Uning ustiga oilani bag'rida, bola chaqaning yonida. Mana shunaqa korxonalar ko'p bo'lsin, ishimiz ko'payaversin. Ahamiyatlisi shundaki, hududdagi korxonalar kasb-hunar maktabi o'quvchilariga dual ta'lim tizimi shaklida ham o'qish ham ishlash imkoniyatini berishyapti. Ular sohaning nazariy jihatini mana bu kabi sinfxonalarda o'rganishsa, amaliyot davrida sexlarda bo'lishadi. Mebelchilik sohasi rivojlanib boryapti, lekin malakali mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ehtiyoj bor. Shuning uchun mana hozirda o'zimizning O'rtacha tumandagi kasb-hunar maktab bilan shartnoma qilganmiz. Dual ta'lim yo'nalishi asosida 40 tadan ko'p yosh yigitlar, qizlar kelib bizda mebel sohasi bo'yicha o'zlarini birinchi mehnat ko'nikmalarini olishyapti. Tumanning Turkiston mahalla fuqarolar yig'ini hududida yana bir yirik loyiha hayotga tatbiq qilinmoqda. Qariyb 2 gektar maydonda qurilayotgan 2 qavatli muhtasham mikromarkazga kommunikatsiya tarmoqlari tortilyapti. Yo'llar ta'mirlanadi, tadbirkorlar va xaridorlar uchun qulay sharoitlar yaratiladi. O'zimizga tegishli bo'lgan 108 gektar joyda qurilish qilyapmiz. Bu qurilish maydonimiz to'laligicha tayyor holda tadbirkorga topshiriladi. Yetarli kuchlanishdagi transformator qo'yiladi, gazga ulanadi, barcha infratuzilmalar ulangan holda sex holatda beriladi. Tadbirkorlarimiz bunda bir joydan joy qidirish, loyiha smetalarini to'g'irlash, qurilish qilish, hamma tashvishlardan qutulgan holda tayyor sexga ega bo'lishadi. Tadbirkorimiz bu kelgandan keyin, o'ziga yetarli joy tanlagandan keyin bir kunda kadastr hujjati, bir kunda kalit tamoyil asosida sexga ega bo'ladi. O'sha joyda 100 dan ortiq tadbirkorlar bilan shartnoma qilish arafasida turibmiz. Bu degani bitta tadbirkoringiz masalan 5 ta, 10 tadan odam oladigan bo'lsa ham, bo'lmaganda 500 ta odam mana shu yerda bardavom ishlik bo'ladi. Alohida muhtasham bir showroom zali tashkil qilganmiz. Bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlari tadbirkorlar showroom zaliga qo'yib, ko'rgazmaga qo'yadi. Kelgan mijoz mebel mahsulotlarini o'ziga yoqtirsa, narxi to'g'ri kelsa, o'zining didiga yoqadigan bo'lsa, o'sha yerda o'zi tashkil qilingan yuridik bo'limlarimiz bor. O'sha yerga kirib shartnoma qilib, savdosini yo'lga qo'yish mumkin. Bugun tumanning Qorasuv mahalla fuqarolar yig'ini hududida qad ko'targan savdo do'konlarida 200 dan ziyod turdagi mebellar savdosi yo'lga qo'yilgan. Mebel ishlab chiqarish sohasi bilan birgalikda mebel mahsulotlarini sotish, ya'ni xizmat ko'rsatish sohamiz ham rivojlanib bormoqda. Qorasuv yoqasining o'zida Toshkent yo'l yoqasida 40 gektar 2 va undan ko'p qavatli xizmat ko'rsatish binolari tashkil etilib, 200 xildan ortiq mebel mahsulotlari sotuv yo'lga qo'yilgan. Shuni hisobiga, xizmat ko'rsatish hisobiga 2000 dan oshiq aholi ish bilan ta'minlangan. Mebelchilikni rivojlantirish hisobiga mana shu Qorasuv hamda shunga yaqin mahallalarimizni bugungi kunda ishsizlikdan xoli hudud deb bemalol ayta olamiz. Band bo'lmagan
tanlagan yoshlarimiz ham mana shu mebelchilik sohasida o'zlari bilan rasmiy band bo'lib kelishmoqda. Bir vaqtlar xorijdan import tariqasida valyuta hisobidan keltirilgan bunday mahsulotlarning barchasi endilikda tumandagi tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilyapti. Arzonligi, turdosh mahsulotlariga nisbatan raqobatdoshligi bilan alohida ajralib turuvchi mebellarga mamlakatimizning turli hududlaridan mijozlar kelishyapti. Erishilayotgan bunday muvaffaqiyatlar esa yurtimizda tadbirkorlik uchun berilgan imkoniyat samarasi. Bir mahalla, bir mahsulot tamoyilining naqadar to'g'ri ekanligini amaldagi isbotidir.